Bugunpop tumani Uchuyli kafeda tadbirkorlar bilan mikrokredit bank o'rtasidagi navbatdagi shu uchrashuvimizni boshlaymiz. Sizlarga asosan endi bir tayyorlab ko'rgan aytmoqchi bo'lganim, bizda hozir ko'proq beriladigan kreditlar hozir endi yangi liniya bo'yicha berilayotgani ham bor, hamroh yo'nalishi bo'yicha berilyapti. Shu bo'yicha ariza bersalarga ko'rib chiqamiz. Shu ariza bersalar ko'rib chiqib ajratamiz. Unda keyin yana oilaviy tadbirkorlik bo'yicha o'tgan yil masalan 33 milliongacha bo'lgan kreditlar bor edi. Ular bo'yicha ham oila kredit nuqtamizdan ariza bersalar, ular bo'yicha ko'rib chiqamiz. Qaysi yo'nalishda bo'ladigan bo'lsa ko'rib chiqib kredit ajratishga yordam beramiz. Undan tashqari bank mahsulotlari hozir karta, viza kartalar chetda ishlatishga hozir endi ko'proq berilyapti. Yana biznesga birinchi qadam, masalan birinchi marta oilada ish boshlamoqchi yoki tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan ayollarga 24%, erkaklarga 27%, 5 yil muddatgacha beriladi. Bu bo'yicha ajratish tartibi hop, oluvchi o'zini band bo'lishi kerak, keyin nomida kredit bo'lmasligi kerak. Birinchi marta endi qadam qo'yadigan odamda u umuman kreditga kiradigan, tadbirkorlik bilan birinchi marta shug'ullanadigan odam bo'ladi. O'shanda unga ta'minot turlaridan biri degan ish haqi kafilligi, sug'urta, endi qanaqa ta'minot turlari yana o'zida bo'ladigan bo'lsa, shu yo'nalish bo'yicha ajratiladi. Unda o'sha asosiy talab o'z band bo'lishi, o'zini pasporti, o'sha kafil bo'ladigan bo'lsa, kafilni pasporti kerak bo'ladi. Hop, yana 312-qaror bo'yicha 100 milliongacha ajratilgan kreditlar bor. Bu kreditlar bo'yicha tadbirkorlik faoliyati davom ettirishga uzluksiz qo'llab-quvvatlash deyilgan. O'shanda u kamida oxirgi 12 oy davomida faoliyat yuritgan bo'lishi kerak bo'ladi. O'shani davom ettirishga bo'ladi, kuchaytirishga bo'ladi. O'shanda 100 million so'mgacha beriladi. Uni talabi o'sha ariza jo'natgandan keyin 100 million so'mgacha garantiyasiz beriladi degan bo'yicha. Uni shartnoma bo'yicha pul o'tkazish yo'li bilan ajratiladi. Narigini aytishdan chiqib, biznesga birinchi qadam bo'yicha maksimal summasi 50 milliongacha. Mening mahallarim ichida biznesga birinchi qadam hammasi o'sha loyihalar bo'yicha eng yuqori summasi 50 milliongacha kredit foizini aytib, uni ajratish tartibi plastik kartaga o'tkazib beriladi. Taqdim ko'rishda bo'ladi. Buniki 312 qaror bo'yicha davom ettirishga u 7 yil muddatgacha beriladi. Foiz 21% dan bizda tumanlarda salohiyatdan kelib chiqib uni foizini belgilagan. Bizdagi 3-toifaga kirgani uchun bizda 21% dan beriladi. O'sha 100 million so'mgacha beriladi. 21%. Muddat 7 yilgacha. Loyihani o'zini qoplashdan kelib chiqib 7 yilgacha beriladi. Aytaylik, qaysidir sohalar tezda amalga oshadigan sohalar bo'lsa, ular 3 yil muddatgacha, qaysidir uzoq muddat talab qiladigan loyihalar bo'ladigan bo'lsa, ular 7 yil muddatgacha beriladi. O'sha imtiyozli davra ham o'sha loyihani amalga oshirishiga qancha vaqt ketishiga qarab o'shancha muddatga beriladi. Masalan, 3 yillik kreditlarga 1 yilgacha imtiyoz beriladi. Masalan, 7 yillik kreditlarga 24 oygacha, 2 yilgacha imtiyozli davr beriladi. Hozir har şey biznesi birinchi qadam deganingiz o'sha eng ko'p tug'ilayotgan savollar bu. Taklif bo'lsa shuni amalda qilsak, hozir fuqarolar kelyapti-da, o'sha biznesga birinchi qadam 50 milliongacha hamroh deyapsiz. O'shalarda ko'p savol tug'ilib qolyapti. Masalan, o'zim ham o'shani olishni xohlayman-da. Bankka bormasdan turib, o'sha mahalla bankirimi, agentmi, shuni pasportini tekshirib berish imkoni bormi? Yo'l bor, xavfsizlik boshqa degandayda. Faqat ofislarga tashrif buyurgan holda skoringdan o'tib bo'ladi bo'lmaydi deganini bilish mumkin. Bo'lmasa, shu taklif bo'ladi, shuni mahallalarda tashkillashtirsak. Uni mana tekshirish ham kartadan 1 yilda bitta odamga 1 martaga olinadi xolos. Ikkinchi martasiga pul to'lashingiz kerak. Xuddi shunaqa bank ham sizni kartangizni olish uchun pul to'laydi-da. Uni hozir hammaga berolmaydi, o'sha mas'ul odamiga bergan xolos. O'sha ikkita odamda bizda ochilgan, o'sha odamlar tekshirib beriladi xolos.
Uni hozir agentlarga bunaqa qilib berilmaydi. Chunki har bitta u tekshirgan pul turadi. O'sha hisobiga menimcha bermasa kerak edi. Keyin biz fuqaroni o'zini qasd tekshirish mumkin emas, o'z ishtirokida tekshiradi xolos-to'g'rimi? O'zi tekshirsa bo'laveradi. Yo'q, o'z tekshiradi, faqat lekin borgan Ish bilan fuqaro ajrash. bo'lishi kerak ekanda. Ha, ha. Chunki o'zi o'tib pasportdan tashlasa-da, fuqaro o'zi yo'q tekshirgan. Ha, ha, to'g'ri. Mana shu ham bor ekanda hozir. Keyin u tomonni tezlatgani kreditni ham masalan bir marta tekshirganda o'tdimi sразу ajratadigan qilib qo'ydi-yu, bunaqa oldinga o'xshab 5 kishi qo'l qo'ygan boshqa emas. Hammasi уже plastikka terilgan bo'lib ko'rinadi. Mahallamizda oilaviy tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan ayollar borda. Shularda masalan mana hozir yozlar keladi, boshqa tamat qilib sotuvchi, masalan bankaga bekitib, yo bo'lmasa o'sha kompyut qilib sotuvchilar bor. Ana shularda oilaviy tadbirkorlik bo'yicha ham bir foiz kamroq bir kredit bormi? Shu Unda endi nima sotib olinadi kredit hisobi? Unda banka Unga naqd pul ko'rinishida kerak bo'ladi. oilaviy tadbirkorlik bo'yicha o'sha ariza jo'natsa, bu bo'yicha hisoblanadi, lekin unda ko'p summa kerak bo'lmasa kerak-ku. 50 million. Ha, u 50 millionlik bo'yicha beriladi, faqat o'sha o'z bank qilishda o'shanaqa qilib yozib ketish kerak. Endi banka bekitadigan odam deydimi, o'sha nima o'zligida o'z bank qilishda to'g'ri keladigan bo'lsa, shu yo'nalishga qo'yib ketadigan bo'lsa, 50 milliongacha unga ham beriladi.